Muhabbat tafti seriali ko'pchilik tomoshabinlarga manzur bo'lgan. Arnav va Xushiy sevgisi haligacha muxlislarni befarq qoldirmaydi. Lekin aksar muxlislar Muhabbat tafti 2 mavsumdan iborat deb o'ylashadi. Bunday olib qaraganda bu to'g'ri ham, shu bilan birga to'g'ri emas ham. Chunki Muhabbat tafti seriali 3 mavsumdan iborat. Faqat 3-mavsumda Barun Sobtining partnyori Sanaya Irani bo'lmagan va voqealar ham avvalgi 2 mavsum voqealaridan farq qiladi. 2017-yilda Is pyar ko kya naam du serialining 3-mavsumi ishlanishi haqida xabarlar chiqqanda, tabiiyki bosh rollarni yana Barun Sobti va Sanaya Irani ijro qiladi deb o'ylashdi. Ammo serialning 3-mavsumida Sanaya emas, boshqa aktrisa bosh qahramonni gavdalantirdi. Bu esa serial muxlislarining hafsalasini pir qildi. Yangi talqindagi Rabbave soundtrackini ham kimdir qabul qildi, kimdir esa yo'q. Ehtimol bu serialni avvaliga Is pyar ko kya naam du deb nomlamoqchi bo'lishmagandir. Balki u serialning 3-mavsumi bo'lmasligi ham kerak edi. Biroq serialni suratga oldirgan kanal ana shunday qarorga keldi. Bunda aktyorlarning aybi yo'q albatta. Is pyar ko kya naam du serialining 3-mavsumi ancha qisqa, 70 qismdan iborat. Balki uni qisqaroq qilishga 1-mavsum muxlislarining e'tirozlari ham sabab bo'lgandir. Nima bo'lganda ham 3 oy davomida namoyish etilgandan so'ng loyihani yakunlashdi. Serialdagi yangi qahramon qiz Channi paydo bo'ldi. Uni Shivani Tomar gavdalantirdi. Advay ismli bosh qahramonni esa Barun Sobti o'ynadi. Xullas, bu serial qahramonlari Xushiy va Arnavdan butkul farq qiladi. 3-mavsum 1-mavsumga nisbatan ancha ko'lamdor va sifatli ishlangan. Bu serialda Ritu Shivpuri, Randeep Malik, Shagun Sharma, Ketki Kadam kabi aktyorlar jamoasi ham suratga tushgan. Gulxon prodyuserlik qilgan serial voqealari Ollohabod va Mumbayda yuz beradi. Serial reytingi yaxshi bo'lmagani bois 70 qismdan so'ng loyihaga nuqta qo'yishga qaror qilishdi. Bosh rol ijrochisi Shivani Tomar Is pyar ko kya naam du serialidagi hamkasbi Barun Sobtiga qoyil qoldi. O'ylashimcha, Barun Sobti kichik ekranning Shohruxxoni, Bollivud Shohruxxon va uning filmlaridagi romantika bilan ont ichsa, kichik ekranda u Barun bo'lishi kerak, dedi Shivani. U doim ekranda yetakchi aktrisalari bilan ajoyib ko'ringan. Serialdagi sahnalarimiz shu qadar sevimli ekanligining asosiy sababi shuki, u juda iste'dodli. Romantik sahnalarni ijro etishga kelganda xuddi Shohruxxondek mahoratli. Barun o'zimni juda qulay his etishga majbur qiladi. Shuning uchun sahnalar qoyilmaqom chiqadi. Muhabbat tafti seriali muxlislari uchun serialning 3-mavsumi ham qiziq bo'lishi shubhasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi va qiziqarli roliklar sizni oldinda kutmoqda.